Sen izingdan gitme. Sen izingdan gitme. At ver kanı. At ver kanı. At. At kanı. Atalasan mı? Sen bana çınlayın mı? Sen izingin kalkalma çınlayın mı? Başa. Mağunu. Sen raktır çınlayın mı? Sen izingni isingni bir çınlayın mı? Bizingden gitesen sen bir de üflen. Sen gitsen. Mağunu sen gitsen. Mana bu Bekchanova va Elvira. Mana uni so'zlarini eshitdingiz. Endi savol tug'iladi. Bekchanova va Elvira, siz kimsiz aslida? Siz hammaga o'zingizni Zaraman deb tanishtirasiz. Lekin siz hech qanaqa Zara emassiz. Sizni onangizni ismi Zara. Sizni ismingiz Bekchanova Elvira Maratova. Ya'ni sizni pasportingiz bo'yicha shu. Siz avval ham meni ishlarimga qarshilik qilib, men turkman fuqarosiman, buni boshqa millat fuqarosi deb menga bosim qilasizmi degan so'zlarni ishlatgan edingiz. Lekin biz o'rganib aniqladikki, siz hech qanaqa fuqaroligingiz turkman emas, sizni pasportingizda o'zbek deb yozib qo'yibdi. Noqonuniy qurilish yangi kadastrning yonboshidagi qurilishlar biza bilan urushib turyapti-da, Bekchanova Elvirada. Hozir shu yerda dom bo'ldi misol uchun-da. Hech hujjati yo'q edi. Biza bordik, o'rgandik, hokim Boshini oladigan bo'lsa, keyin prokuratura bilan ish qilib, bular bir narsa qildirgan, arizasidan voz kechdi. Arizasidan voz Bu tuhmat bu. Prokuratura bilan bir ish etdi. Avasi asal Seniki u noqonuniy urash center. Qabulga Bekchanova Elvira boryapti. U kim aslida? Uni nima haqqi bor borib turib tadbirkorni faoliyatiga to'sqinlik qilishga? Kim? Uni biz faoliyatini tekshirganmiz, o'rganganmiz. U davlat ehtiyoji uchun o'zini uyini berib, davlatdan 400 kvadratdan ikkita yer o'rni olgan. benim maqsadim Furqat orqali Xorazm xalqini, O'zbekiston xalqining nishlikini ko'rsatib berish. Nishliklaringizni o'zlaringiz ko'rsatib berib tursizlar. Lekin ayrim bir negativ, troll, ya'ni meni haqorat etib yozadigan, kommentariy yozadigan bir itdan tarqalgan harom eshakdan bo'lganlar, meni haqorat etib kommentariy yozadi. O, enalaring eshak qo'lag'illar. Men bu gap aytib turibman. Hozir shu videomdan qaysi gapim bo'lmagan aka. Enalaring yeganlar, menga haqorat etib kommentariy yozdi, itdan tarqalgan o'zimizning yurtdoshlar, qishloqdoshlar. Ba'zi bir menga haqorat etib yozib o'tirgan itdan tarqalganlar shuni tarafini olib o'tiradi. Endi hozir yo'q hech qaysi. Qaranglardan, ana hozir endi Furqat o'zim etib shuncha qo'l turibdi. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Sen o'zing kimsan? Xalqqa baho berib. O'zing yozadigan, YouTube'ga joylaydigan videolaringda to'g'ri yoza olmasligingni namoyon qilgansan. Quvandiq Safarov deysan. Kel bir xalqni oldida ism, familiyangni yozib ko'rsatib ber. Odamning ismi katta harf bilan yoziladimi, kichik harf bilan yoziladimi? Xalq to'g'ri yozyapti. Kommentariyalaringni o'qiyapman. Kommentariyalaringda xalqni to'g'ri fikrlarini o'chirishga harakat qilyapsan. Yana sen aytyapsan, trollar deyapsan. Ular trollar emas. Ular seni aslingga baho beryapti. Aslida bu ommani oldida ko'rinish berish, ommaga chiqib qandaydir da'vatlarni qilish bu senga emas. Sen o'zing agar o'sha traktor haydashni biladigan bo'lsang, traktoringni haydashing kerak. Boshqa ish qilishni biladigan bo'lsang, o'sha ishingni qilishing kerak. Endi savol tug'iladi. Seni o'zing g'ish ishlab chiqarib sotyapsan ekan. Xo'sh, senda bunga tuproq karyeri bormi? Savol. Yo'q. Tuproq karyering yo'q. Yer resurslariga zarar beryapsan. Odamlar shu yerda yozyapti. Ey quvun odab turibsan. Furqat ishlaringga omad o'ngidan bo'lsin. Shu imoratni qurmasang bo'lmaydi. Uka dushmanlaring ikki ko'zi ko'r bo'lsin. Uka puling yetmasa 200 ming dollar beraman deyapti. Qarang. Xalq yozyapti. Lekin bu Quvandiq Safarov degan yigit bu so'zlarni ko'tara olmayapti. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Biz tadbirkormiz. Mana meni jamiyatim bor. Men jamiyatimda nechtadir odamni ish bilan ta'minlab qo'yibman. Ularga ish haqqi beryapman. Soliqlar to'layapman. Lekin sen o'zingga bir savol berib ko'r. Oynaga qara, savol ber. Men nima ish qilyapman davlat uchun? Nimaga men har doim davlatning ishlariga, xalqning ishlariga qarshi chiqishim kerak? Nima uchun deb bir o'zingga savol berib ko'r. Qanday go'zal narsalar qilinyapti? Qanaqa rivojlanishlar bo'lyapti? Yo'llarimiz, ko'chalarimiz obod bo'lib kelyapti. Yangi zamonaviy binolar qurilyapti.
Lekin bu narsalarni biz unutmasligimiz kerak. Nima uchun prezidentimiz har bir so'zlarida tadbirkor degan so'zlarni ishlatyapti? Biz buni anglab yetishimiz kerak. Chunki tadbirkor ishchi o'rni yaratadi, yangi biznes loyihalarini qiladi, ularni amalga oshiradi. Ular orqali soliqlar to'laydi. Xodimlarni ishga jalb qiladi. Odamlarni uyida qozoni qaynashiga yordam beradi. Ana tadbirkorning asli maqsadi shu bo'lishi kerak. Lekin senga o'xshab murojaatlar uchun deb telefon raqam qo'yapsan. Xo'sh, senga murojaatni kim qilyapti? O'sha xalq qilyapti. Ular mana bir muammomni yechishda yordam berar degan maqsadda senga murojaat qilyapti. Sen ularni murojaatlarini pullik xizmat bilan hal qilib beraman deyapsan. Lekin yana kelib turib shu xalqni o'zini kimligini ko'rsatib beraman deyapsan. Agar sen xalqni kimligini ko'rsatib bermoqchi bo'lsang, agar senga O'zbekiston xalqi, Xorazm xalqi yoqmaydigan bo'lsa, bemalol boshqa davlatga borib turib o'sha xalq bilan sen ishlashing mumkin. Lekin seni bu so'zlaring aynan menga ham ta'sir qildi, chunki men shu xalqni bir vakiliman. Men shu davlatning bir fuqarosiman. Men shu jamiyatda yashab kelyapman, jamiyatimiz gullab yashnashi uchun, jamiyatimizda qonun ustuvor bo'lishi uchun, jamiyatimizda rivojlanish bo'lishi uchun harakat qilayotgan bir shaxsman. Lekin sen xalqni haqorat qilib katta xatoga yo'l qo'yding. Hozir aynan seni o'sha harakatlaring bo'yicha, bundan oldingi harakatlaring bo'yicha aynan senga nisbatan javobgarlik masalasi ko'rilib turgan edi. Bu endi ikkinchi javobgarlik masalasi bo'ladi, chunki men bu bo'yicha yozma ravishda ham, mana rasmiy tarzda ham murojaat bilan chiqyapman. Endi mana yurtdoshlar ko'ryapmiz, ana shu fuqaro Xolmuratov Alisher degan yigit. Men 2025-yil yanvar oyida aynan bugungi o'sha joylashtirgan mana shu ko'rayotgan loyihangiz bo'yicha uni avvaliga yerni qattiqlik, yumshoqligini aniqlash uchun geodeziya mutaxassisi Shuhrat aka bilan, loyihachi Sardor bilan birgalikda men shu yerga borganmiz. Ya'ni ular borganida Alisher Xolmuratov ularga to'sqinlik qilayotgan ekan. Keyin men bordim. Alisher, nimaga to'sqinlik qilyapsiz dedim. U menga aytdi: bu yerda dedi biz qarab kelyapmiz, necha yildan beri foydalanib kelyapmiz. Shuning uchun men dedi bu yerni hech kimga bermay kelyapman dedi. Sizni sotib olganligingizni men eshitdim dedi, bildim dedi. Meni dedi norozi qilmang, meni rozi qiling, menga dedi bitta magazin berasiz dedi. Shu zapislarni guvohlar bilan qo'yib bersam, hammani yanimda qo'yib beraymi? Qo'yib bering, lekin Yo'q. bo'lmasalar bilmasin Alloh degan guvoh, men shu gapni aytmadim deb aytgani. Ayt shu gapni. Alloh guvoh, men shu gapni Yo'q, men size ekstra so'zlaringizni shu aytganman. Aytganman o gapni, lekin Keyin men u yigitga tushuntirdim. Bizni loyihamiz bo'yicha biz bu yerda magazinlar bo'lak bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda katta supermarket bo'ladi. Bu kompleksni bo'ladi. Buni alohida bo'linmaydi deb aytganman. Shunday bo'lsa-da, u meni norozi qilsangiz men qarshilik qilaman, men qo'shnilarimni olib chiqaman. Agar men norozi bo'lsam, hamma bu yerda norozi bo'ladi. Agar men ularga o'tir desam, o'tiradi dedi. Men aytdim, yaxshi dedim, sen bu janjal chiqarmay tur. Men dedim, loyihachiga men aytaman. Loyihachini chaqirdim, loyihachi yonimda turibdi. Bo'lmasa nima qilamiz dedim. Orqadan o'zini uy tarafiga qaratib, bitta o'sha foydalanishiga magazinmi nimadir joylashtirib berarmiz, yaxshi dedim. Bu aytdi, men advokatim bor dedi. Aziz ismli advokatim bor dedi. Urganch tumanida ishlaydigan u advokat. Shuni yoniga hamma hujjatlaringizni olib borasiz. Agar shu ruxsat bersa, shundan keyin qurilishingizni boshlang, shungacha boshlamang dedi. Men xo'p dedim. Mayli, hali loyiha ishlarimiz tugatilsin. Loyihani biz ishlab chiqaylik. Chunki loyihani butun tashkilotlardan biz o'tkazamiz. Uni tegishli tashkilotlar ruxsatini beradi. Ana shundan keyin biz sen bilan yana gaplashamiz dedim. Endi biz loyiha ishlarini tegishli ruxsatnomalar, loyihamizni ekspertizasi, kengashdan o'tish holatlarida Alisher chiqib u yerda boshida 10 ta odam, 12 ta odam bilan prezidentga murojaat yuboradi. Ya'ni u yerni ularga berkitib berishini so'raydi. Qarang, u yerni men sotib olganman. U yerni men sotib olganman, mana 2 yil bo'lyapti men sotib olganimga u yerni. Men u yerni sotib olganimdan keyin unga mana shu kadastr hujjatini rasmiylashtirdim. Undan keyin yerdan
bizni yangi loyihamiz bo'yicha foydalanishimiz uchun, ya'ni rekonstruksiya. Bu Vazirlar Mahkamasining 200-sonli qarori 20-aprelda qabul qilingan. Unda ya'ni yerdan foydalanish tartiblari belgilab berilgan. Shu tartibda biz murojaat qildik Qurilish vazirligiga va arxitektura rejalashtirish topshirig'ini bizga berishdi. Texnik shartlarini berishdi. Ya'ni nimalarga rioya qilishimiz kerakligini. Undan keyin biz bu hujjatlarni oldik, loyihachiga murojaat qildik. Loyihachi loyihalarini ishlab chiqdi. Undan keyin mana shu kengashga biz murojaat qildik. Kengash tomonidan bizni loyihamiz ma'qullandi. Joylashtirgan loyihamiz bolalar maydonchasi, avtoturargoh, transformator va boshqa ozеленение hududlari ma'qullandi. Undan keyin bizga loyihamizni ma'qullash haqida kengash xulosasi berildi. Biz kengash xulosasini olganimizdan keyin davlat ekspertizasiga murojaat qildik. Loyihani shaharsozlik norma qoidalariga rioya qilishini, ya'ni loyihada keltirilgan qurilish inshootini zilzila bardoshligi, uni seysmikasi, uni mustahkamligi, unda ishlatiladigan armaturalar, unda ishlatiladigan sement markalarini qonun talablariga mosligini o'rganib bering deb ekspertizaga biz murojaat qildik. Ekspertiza uni o'rganib berdi, tavsiyalarini berdi, ya'ni qo'shimchalarini berdi. Mana shu narsalarni qo'shimcha qiling dedi. Bitta lift dedi biz loyihamizda, ikkita lift qiling dedi. Ikkita lift qilib qaytadan biz murojaat qildik va bizga ekspertiza undan keyin loyihamizga ruxsat berdi. Ekspertizadan biz o'tkazganimizdan keyin biz Xorazm viloyat qurilish sohasida hududiy nazorat inspeksiyasiga murojaat qildik. Ular tomonidan bizga qurilish montaj ishlarini boshlash uchun ko'chirma berildi va biz bilan 28 million so'm shartnoma qilindi. U shartnoma bo'yicha laboratoriya xizmatlarini ko'rsatamiz deb shartnoma qilishdi. Biz shartnomani rasmiylashtirdik va bizga ruxsatnoma, qurilish ishlarini boshlash uchun ko'chirma berishdi. Biz ushbu qurilish ishlarini boshlash uchun avvaliga hududni o'rab olish, hududni qatlavan qilinadigan qismlarini, atmetkalarini olishimiz uchun joyiga bordik. Joyiga borgan vaqtimizda Alisher bir ikkita fuqarolar bilan kelib, aynan shu hududni o'rashga qarshilik qildi. Undan keyin nima sababdan buni qilyapsan desam, mana bu Quandiq Safarov degan yigit ham kelib ularni ishiga aralashib boshladi. Biz shu yerda gaplashib turganimizda endi mana bu Bekchanova Elvira. Eshikimiz aylanan narsa kelib qo'yaptilar. Qachon ruxsat berdingiz? Nega chiqmadi bu? Yozib chizib o'tiradi. Aynan yurtlar beni qaziqqa qo'yibdilar ku. Bu kim bu? Bu kim bu? Bu kim bu? Bu kim bu? Bu kim? Bu yana borib yurdi, bu yana kelib Bu kim bu? Hemmela borib yurdi. Xalq deydi. Razichilikni Tanishinglar. Qani, evidamanchi oddiy bir xalqqa azob berasiz. Kim bu? Bu kim? Shunda niye xalqqa azob Bu berdi? kim? Bu kim? Kimdan xalqqa azob berdi? Amma qarang, sizlar necha yuzlaringiz sizlar necha yuzlaringiz yerlarni chiqarmaysizlar. Aynan ibnigini opasini nomidagi xolasini oldidan o'tgan yiqilganlarni nechasida video chiqarmadingizlar. Aynan sizning raysiyatringiz yo'q do'konasiz 2014 kvadrat yer olgansiz. Necha shularni chiqarmay turibsiz? O niç gözelmezken oldu verdiğin. Davu güzelmezken. Hey, oldu fakat yerde size hemen asam mümkün mü? Ha, hoşuray. Başkaları kim? Hoşuray yedi. Başkaları Özbekistan fuqaraları yaxşı mı ne? Yaxşı, siz bilen gaplaşadi adam bir demez okşudu. Başka yerde okşudu. Davu başka yerde. He, siz hem yerde söylep oturasınız. Halk değilsiz. Siz şunda Eka Shopping'den söylep dursun. Aynı siz de hatırınızda gelin namında 2 dükkan vergensiz ki 50 milyonluk dükkan. Başka birileri 280'den satkasız sizin devrinizde 50 milyonluk 2 tane dükkan ne için verdiniz? Fahrettin bilen sizin neyinizi hatırınızı tutumuna hey? Bu niçin koyası? Kanaatlik şunda. Başkaları iki adam mesmekeye. Nere karagazsa? Azim şurada işlerde 50 milyonluk dükkanı 100 metre atkansız her bir videolarda. Kanışında delik kanı. Siz neçin üzerinizde ki? Bunu yerini yıkılgan vaktinde yapasını halasının adındaki yerini neçin şulanı videolara çıkarmakasın? Neçin? Ne olduk ben? Ne olduk Bozda ben? mı? Benim gepleyim indi. Ne ne gepler? Benim gepleyim mi? Ne gepler? Telefonu stabilizatör işleyeyim mi? Ne bir saat ne Ne onu gepleyim? Azza karab Qaysi gepler savolga çınlayın javob de. bering. Ben aytaman Qaysi azı. savollar? Qaysi savollar? Dükkan meselesi mi? Beden Ben cesat Eka yapma beden. Shopping'de, Eka Bir yerden Shopping'de. konuşmamaydı. Kuruluşuna daraxtdan itsak bular. Sen kimsen? Karşımızda. Sen kimsen? Sen Vay, kim daha bu? yaxşıdan Sen isla. kimsen? Sen kimsen? Vay, yaxşıdan Sen bana isla. elini çıkaraman yaxşı mı de? Sen kim? Sen kim? Kim bu Hey, desen? hey, Ne var? hey, Sen hey, zimle gitme Bara, çözümle. bara.
Sen Bari misin işini bu? kılay. Her şeyde sen ya. Bari işini Nişette kılay. sen ya sen. Nişette Bari sen. aranda oyna. Sen arada oyna. Çinlik mi? Benden kalkan dersene yüzün değil. Kaçtı. Sen. Ne oldu sen de kalın? Şöyle barıp, aylık almışsın şöyle barıp otursan. Ben aile kolumu oturganım yok yaşımı da. Sen hatının, babanın, herkesin apartın. Sen şimdi. Nerede otursan sen? Azra niye mi pul tutuyorsun? Niye mi pul tutuyorsun? Ben divarlarımda oturup Kaçsın divanı? Senin puluna geldi mi? Senin puluna geldi mi divan? Ay tamam abi iktidara dükkanı 50 bin sonluk dükkan verdik. Şu günü kadastram çıktı. Hemen çölede bunu sen mi ya? Ne yarattın? Ne onu yaratasan sen? Hayır buna mı? Hakkı bulana mı? Sen Azra Kara söyle Çinliğin mi? Hümüzünle gitme. Sen Çinliğin mi? Yıkımda beni 500 milyona satıp. Sen güzelleştin mi? Sen yoktu ki ana, sen yoktu ki ana 2030 kadar direktör sakın. 157. salı dükkan. Hakiki mesaf oldu. Ona dursun yerden. Neşe alıp dursan sen hem pulap hem yerim attırsan. Bu ne var sen? Spora gene de azıldım da öyle gittim. Ne o da bir sık gitti. Demizinden getirsen sen. Hey bir halk üstüne gelip tut ne o değil de. Tanı. Tanı. Ne var ki sen? Ne onu topa? Sen Ali Cahangir nereden bir geldi? Ali Cahangir. Ne yaşında bakmadın sen? Video ne çıkartmadın şunda? Bizden videolarım var, yaxşı mı da? Ne var gülesən sen? Ne var gülesən? Ben yaratkan de divarlara. Gördük. Özü görünüp dur çıkın ben gittiğine shopping ne olup kaldı? Ne olup kaldı shopping? Xuda şükür vilayet rəhbərlərməsi kontrol aldı yaxşı mı da? Çillerinin. Ne var seni divarın? Seni divarın neyin yaxşı mı da? Seni divarın neyin? Resmini koyup verin yazın. Seni divarın neyin çizilmez? Sen Sen izinle gitme. Sen izinle gitme. Kolunla at veremez kolunla bizimle At gitme. ver kanı. At ver kanı. Bari şimdi atalım. At. At kanı. Para verin, At para. sen mi? Para Sen ver, para. bana rana çınlayın mı? Sen izin yıkılıp kalma çınlayın mı? Araktırayım isimle gitene kadar. Başa. Ne Araktır. onu? Sen İzinle git araktır araktır. çınlayın mı? Sen izinli isimli bir çınlayın mı? Bizinle gitesen sen bir de üfler. Sen gitsen. Ne o sen gitsen. Hem makara. Her bir üçün konu seninki ne o? Bizi çeyimlet durasan. Yaxşı mı de? Araktırıp geçmesen istemem ben. Ne o istesese? Shoppingden şurada bazı çektikse Çin verek geldim. Herkesi çıktı da tuttular. Yaxşı mı de Çin verek? Gitçason mağunet yerlerdi. Çin'in mi? Hava çıktı karı kanıyla bizim vatandaşı karı hava çıktı. Lif vardı. Lif ekskalatından belki su helet ölmedin ki. Ana prokurorla hemmesi heletti ki. Hakimle hemmesi birleşti. Sen işle mi tuttun? Dağlı işe mi tuttu? Hemmesi işe tuttu. Yaxşı mı de? Hava işe tuttu. Yaxşı ben beni divanıma barıp yaptım. Aa, seni divanın gördüğünün içinde Çinliğin mi? Senin divanın yok bende. Çinliğin mağazına karab söyle. Uchastkavoy geldi. Aa, seni divanın. Mana uni so'zlarini eshitdingiz. Endi savol tug'iladi. Bekchan va Elvira, siz kimsiz aslida? Siz hammaga o'zingizni Zaraman deb tanishtirasiz ekan. Lekin siz hech qanaqa Zara emassiz. Sizni onangizni ismi Zara. Sizni ismingiz Bekchan va Elvira Maratovna. Ya'ni sizni pasportingiz bo'yicha shu. Siz avval ham meni ishlarimga qarshilik qilib, men turkman fuqarosiman, buni boshqa millat fuqarosi deb menga bosim qilasizmi degan so'zlarni ishlatgan edingiz. Lekin biz o'rganib aniqladikki, siz hech qanaqa fuqaroligingiz turkman emas, sizni pasportingizda o'zbek deb yozib qo'yibdi. Endi savol tug'iladi. Siz o'zi kimsiz? Siz turkmanmisiz, zaramisiz, kimsiz? Siz Bekchan va Elvirasiz. Siz bugungi kunda odamlarni u yerda to'plab, kelib meni qurilishimga, meni hududimda janjal ko'tarib yuribsiz. Men bu bo'yicha yozma ravishda tegishli organlarga murojaat qildim. Siz qayerda ishlaysiz? Siz davlatga nima foyda keltiryapsiz? Siz fuqarolarga nima foyda keltiryapsiz? Siz faqatgina xalqni to'plab, ommani yig'ib, bir tadbirkorni ishiga to'sqinlik qilyapsiz. Bu holatlari mana videoda o'z tasdig'ini topib turibdi. Quvandiq Safarov kim? Quvandiq Safarov o'ziga prosmotr ishlash uchun tushunmagan holatlariga kelib har xil narsalarni qilyapti. Endi o'zini joylagan videosiga baho beramiz. Bu yerda Alisher tomonidan videoga olingan videolar Quvandiq Safarovga jo'natilyapti. U YouTube video hostingi orqali ommaga ma'lum qilyapti. Çöllerini yok etaman deydi. O bola kuruluş kuraman deydi. Başka yerden kuraversinler ahir.
Biz hududda ko'ryapmiz. Qani fuqarolar, ayting, shu hududda daraxt bormi? Daraxt bo'lsa bor. Ikkita katta daraxt bor, lekin bu yoqda chiya daraxti, mevali daraxtidan 5-6 tasi bor. Lekin boshqa biz mevali daraxtlarni ko'rmayapmiz. Mana ularni o'zlarini yoz oyida qilgan syomkalaridan ma'lum. Buni ishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bunda katok instrumentlarni qo'yadigan xona bu. Aldasangiz olaveraman. Bu yerdan qoldirinman, lekin men 11,5 million so'm pul ishtirok etadigan pulim yo'q. Ishtirok to'laydigan bu rishotka uchun qo'yxonada. Yana qo'shnilar ham guvoh aytsinlar. Qo'shnilarning apatganlari bu birgina meniki emas bu yerda. Elatni o'zlar yotibdi bu yerda. Ilib qo'yaman. Alisher u yerda aytyapti, o'rtada qo'yxona qilgan, uni qo'yxona qilganligi uchun kadastr agentligi jarima qilgan. U jarimasidan qutulish maqsadida qo'shnilarni chaqirib, bu yerda bizni bel, ketmon instrumentlarimizni saqlaydigan joy deb o'zini oqlashga harakat qilyapti. Lekin biz bilamizki, u hududda yashovchi hammasi uchastkada turadi. Ularni uyini orqasida hammasida agorodi bor. Ularni eshiklarini oldini biz ko'radigan bo'lsak, uy oldida unaqangi bir ko'kalamzorlik, unaqangi bir tabiatga qarash ishlarini biz ko'rmadik. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Fuqarolar nima uchun u yerda belini saqlashi kerak? Kim u yerga borib mehnat qiladi, kim u yerda xizmat qiladi? O'zini uyini qilmagan fuqarolar borib turib birovni yerida ishlaydimi? Buni xalq tushunib, bilib yetyapti. Savol Alisher senga. Nima uchun aynan ushbu yerni men sotib olganimdan keyin u yerga borib turib kichkina o'sha mevali daraxtlarni ekding? Ular hali ko'kargani ham bizda hujjati yo'q. Sababi o'zingning videolaringdan ko'rinyapti, u yerda faqatgina mol o'ti ekilgan. Ya'ni u o'tdan kim foydalanyapti? Alisher aytyapti, biz 40 yil bo'ldi shu yerni qarab o'tiribmiz deydi. Xo'sh, agar sizlar 40 yil bo'ldi shu yerni qarab o'tirgan bo'lsangiz, marhamat, davlatga 40 yillik soliqini to'lab qo'ying. Men u yerni sotib olgandan keyin soliqlarini to'lab kelyapman. Davlat tashkilotlari orqali, davlat organlari orqali berilgan hujjatlarga ishonib, men harakat qilyapman. Ma'muriy tartib taomillari to'g'risidagi qonunning 16-moddasiga ishongan holda men qo'limdagi hujjatlarim bo'yicha borib turib, o'sha bunyodkorchilik, bino inshoot qurish masalasi bilan shug'ullanyapman. Lekin sizlarchi? Sizlar o'zgani yeridan o'zboshimchilik bilan foydalanganligingiz uchun sizni aynan ichki ishlar organi tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 200-moddasi bilan sud sizni jarima jazosiga tortgan. Ushbu sud ishi viloyat sudida ko'rib chiqilgan va o'zgarishsiz qoldirilgan. Bundan Alisherning xabari bor. Lekin bugungi kunda kelib qabulma-qabul yurib, Bekchan va Elvira, Alisher va boshqa fuqarolar to'planib tadbirkorni ishiga to'sqinlik qilishmoqchi. Maqsad nima? Maqsad tadbirkorni biznes loyihasini, u yerga kiritadigan investitsiyasini o'zlashtirib olishmi? Ayting menga maqsadini. Endi ularni qabul qilayotgan huquq organlari men sizlarga yuzlanmoqchiman. Nima uchun ularga siz aytmayapsiz? Nimaga o'zgani yeriga borib xalaqit berasan 1? Nima uchun o'zgani yeridan o'zboshimchalik bilan foydalanib kelding 2? Nima haqqing bor qo'lida barcha hujjati bor tadbirkorga to'sqinlik qilishga 3? Afsuski biz bugungi kunda ularga o'sha savollarni qo'ymayapmiz. Biroq ularning qabullarga borib yurganligini menga aytib, fuqarolar norozi bo'lyapti shu yerdan degan vajlarni keltirib, siz meni hujjatlarimni bekor qilishga harakat qilyapsiz. Viloyat prokuraturasida ishlaydigan xodim Temur Jumanazarov avvaliga bizni loyiha hujjatlarimizni olib qo'ydi. Unga buni vakolati yo'q edi. Men u holat bo'yicha prokuraturadan xizmat tekshiruvi o'tkazishni va uni xatti-harakatlariga qonuniy baho berishlarini so'rab qolaman. Keyin Alisher o'z so'zlarida aytibdi. Qana berdi shu 24 kvadrat metr qurilish tugallanmagan mehmonxona shu yerni tayinlamagan, qazibdilar. Balkim shu yerni qarab yurgan o'xshaydi bular. Ekinlar kelib turgan yerni 24 kvadrat qurilish tugallanmagan mehmonxona badaverdilar. Shuning ichida o'xshaydi-da. 24 kvadrat metr yer qani bu yerda deyapti, qarang. Bular yerni kavlab qarab yuribdim u yerda deyapti. Mana biz 2024-yilda Google, ya'ni
kosmos syomkasidan olingan fotoda biz ko'ryapmiz, u yerda 24 kvadrat bino inshoot bo'lgan. Bu bino nima bo'lganligini bizga sotgan fuqarodan so'raganimizda, o'sha tadbirkor u yerda mana baliqxonam bo'lgan. Ya'ni baliq pishiradigan joy, yonida biz ko'ryapmiz baliq hovuzini. O'sha joy aynan 24 kvadrat bo'lib o'tgan. Uni keyinchalik u buzib tashagan. Agar kadastr organi o'sha 24 kvadrat metrni qurilish tugallanmagan mehmonxona binosi deb o'tirgan bo'lsa, u yerda arifmetik xato bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin aslida kadastr organi u yerda o'sha 24 kvadrat metr bino bo'lganligini ko'zi bilan ko'rgan va undan keyin u mulkni qurilish tugallanmagan qilib rasmiylashtirgan. U yerda buni xatosi yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da, Xorazm viloyat prokuraturasi asossiz ravishda unga nisbatan o'sha Jinoyat kodeksining 228-moddasi hujjat qalbakilashtirish degan jinoyatni olib ayblov xulosasi qilib sudga chiqargan. O'sha holatda prokuratura agar shu yerda haqiqatan ham mulk borligini Google dan ko'rganida o'ylaymanki, kadastr organiga jinoyat ishi bo'lmagan bo'lar edi. Mana bugungi kunda Alisher kelyapti, qani o'sha 24 kvadratni. Birinchidan 24 kvadrat Google syomkalarida borligini biz ko'rib turibmiz va mana buni butun xalq ham ko'ryapti. Ikkinchidan, yerni toifasini o'zgartirish bo'yicha bu davlat qonunlari, davlat qarorlari. Bunga qarshi chiqishga bizni hech birimizni haqqimiz yo'q. Vazirlar Mahkamasining qarorida yerdan foydalanish toifasini o'zgartirish bunga qaror bilan ruxsat berilgan. Men o'sha tartiblarida harakat qilganman. Endi bugungi qurilayotgan loyihamiz bu 2,5 million dollar sarflanadigan loyihadir. Ya'ni bu loyihamiz orqali biz 3 milliard so'mdan ortiq soliq to'laymiz. Nima uchun davlat organlari, huquq organlari siz qabulga kelayotgan fuqarolarga aytmayapsiz? Ya'ni tadbirkor o'sha yerda tadbirkorchiligini qilsa, 20 dan ortiq 20 ta ishchi o'rni tashkil qiladi bir. Ko'plagan fuqarolarni energiya tejamkor aqlli uylar bilan ta'minlaydi 2. Shaharni go'zalligiga o'z hissasini qo'shadi 3. O'sha hududlarni obod qiladi, atroflarni haqiqiy ozеленение qiladi. U yerda paliflarni qiladi. Fuqarolar emin-erkin harakatlanishi, u yerda atroflarida aylanib dam olishi uchun bolalar maydonchasi, turargohlar, u yerdagi yo'laklarni zamonaviy ko'rinishda qiladi. Lekin siz nima uchun unga qarshilik qilyapsiz? Bu bir. Siz tadbirkor kelgusida to'laydigan 3 milliard solig'i orqali sizni uyingizda o'tirgan otangiz, onangiz yoki boshqa bir joydagi fuqarolar nafaqalar oladi. Tadbirkor tomonidan to'lanadigan soliqlar evaziga davlat byudjetiga pul tushadi. Ular orqali biz hududlarning infrastrukturasini, odamlarning dunyoqarashini, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarga yordam berishga sarflaymiz. Deb nima uchun huquq organlari aynan siz ularga shu gaplarni aytmayotganligingiz meni hayron qoldiryapti. Agar men huquq organlarining o'rniga bo'lganimda ikkita fuqaro chiqib turib bizni ekologiyamiz deyotgan gapga men ularga aytardim. Barakat topkur. Sizni uyingizni oldida ham o'zingizga tegishli bo'lmagan davlat yerini egallab o'tiribsiz. Uyingizni oldida bir qismini o'zingiz uchun avtoturargoh qilib qo'yibsiz. U yer sizga tegishli emas. Sizni tegishli hududingiz mana shu uyingizni oldi qizil chizig'idan tugaydi. Lekin siz egallab o'tiribsiz. Uyingizni oldiga eking daraxtingizni degan so'zni men aytgan bo'lardim. Ikkita daraxt. Vaholanki u yerda tut daraxti. Agar biz u atrofni yo'lakcha, piyodalar yuradigan zamonaviy brushatkalar bilan qilingan, atroflari agrozhdeniyalar bilan o'ralgan yo'llar qiladigan bo'lsak, tut daraxti u yerlarni iflos qiladi va odamlar u yerlarda yurish imkoni bo'lmaydi. Biz shuning uchun u yerga chiroyli, ko'rkam, manzarali daraxtlarni ekamiz. Qishin, yozin ko'm-ko'k yashillikka burkanadigan gazonlarni biz qilamiz. Ya'ni u yerda paliflar ishlaydi. Yozni kuni ana sizga kislorod mana shu orqali bo'ladi. Siz birgina daraxtni bahona qilib bizni tadbirkorchilik subyektimizni 110 million jarima qilishga erishdingiz. Bu holatni men Allohga kifoya qildim. Agar kim shunaqa ish qilib yurgan bo'lsa, Alloh bizga barakasini beradi, sizga esa yana qaytanga zararini beradi. Chunki biz tadbirkormiz. Ko'pchilik odamlarni qozoni qaynashiga biz sababchi bo'lyapmiz. Ko'pchilik odamlarni biz ish bilan ta'minlayapmiz.
Kelgusida davlatga o'zimizni hissamizni qo'shish uchun loyihalar qilyapmiz. Men u loyihalarga ancha pullarni sarflayapman. Davlat organlari tomonidan rasmiylashtiradigan hujjatlarni har birisiga davlat xizmatlari orqali men to'lovlarni amalga oshiryapman. Lekin sizchi? Siz bugungi kunda davlatning rivojlanishini menimcha xohlamayapsiz. Agar siz xohlayotgan bo'lsangiz, qaytanga menga ko'maklashib, shu hududlarni go'zal qilishda, shu hududlarni obod qilishda menga yordamlashgan bo'lar edingiz. Sizlar xohlayapsizlar, menimcha, o'sha eski holida ko'rimsiz, tashlandiq, chiqindi xonaga aylanib ketishi mumkin bo'lgan holatda qolishini xohlayapsiz. Lekin savol tug'iladi. Nima uchun otangizdan qolgan uyda yashamayapsiz? Nima uchun paxsa devorlaringizni buzib, zamonaviy ko'rinishga keltiryapsiz? Chunki biz hammamiz xohlaymiz rivojlanishni. Biz otamizdan qolgan eski mashinani sotib, o'rniga yangi zamonaviy mashinalar olyapmiz. Nima uchun? Tejamkorlik uchun. Nima uchun bugungi kunda biz elektromobillarga o'tyapmiz? Nima uchun bugungi kunda biz xonadonlarimizni aqlli tizimga o'tkazyapmiz? Chunki bu energiya tejamkor bo'ladi. Sababi siz uyingizni masofadan turib boshqarasiz. Uyingizni Wi-Fi orqali isitishini ham, sovutishini ham boshqarasiz. Uyingizga kelsangiz, xavfsiz hududda yashayotganligingizni sezasiz. Barcha atrof kamera bilan kuzatuv kameralari o'rnatilgan bo'ladi. Farzandlaringiz bolalar maydonchasida o'ynaganda ular yo'lga chiqib ketmaydi, yo'l atroflari chegaralangan va to'siqlar bilan o'rab olingan bo'ladi. Qarang, transport vositangizni ko'chada yo'lda qo'yadigan bo'lsangiz, barchasi kamera kuzatuvida bo'ladi. Xonadoningizga kelsangiz, 1 soat kelishingizdan oldin Wi-Fi orqali xonadonni isitish tugmasini bossangiz, qarabsizki, xonangiz issiq bo'lib turgan bo'ladi. Yoki yozning kunlari keladigan bo'lsangiz, o'sha yana komandani berasiz, xonadoningiz salqin bo'lib turadi. Mana sizga ortiqcha saf xarajatdan tejash yo'llari. Ya'ni bizni qilayotgan loyihamiz kelajakda boshqalar ham shundan o'rnak olib, yaxshi ishlarni qilishga harakat qiladi. Ko'pchilik fuqarolarimiz yozyapti, mana shu loyiha juda ham chiroyli ekan, ajoyib ekan, shu narsani qiling, shaharning markazi tashlandiq joy bo'lib yotmasin deb. Lekin men hayron qolyapman. Nima uchun qabullarga borayotgan o'sha fuqarolardan siz so'ramayapsiz? Qabulga Bekchanova Elvira boryapti. U kim aslida? Uni nima haqqi bor borib turib tadbirkorni faoliyatiga to'sqinlik qilishga? Kim? Uni biz faoliyatini tekshirganmiz, o'rganganmiz. U davlat ehtiyoji uchun o'zini uyini berib, davlatdan 400 kvadratdan 2 ta yer o'rni olgan. Undan keyin davlat ehtiyoji uchun berilgan o'sha 65 kvadratlik xonadoniga 500 million so'mga boshqa bir quruvchi bilan kelishib, uni oldi sotdi qilgan va bugungi kunda u yerda qonunga zid bo'lsa-da, ya'ni hokim tomonidan ajratilgan yer aynan auksionda ajratilishi kerakligi nazarda tutilgan bo'lsa-da, u holatlar ham hali ochiq yotibdi. Shuning uchun nima uchun siz o'sha Bekchanova Elviraga savol bermayapsiz? Sen o'zi kimsan? O'qituvchimisan? Tadbirkormisan? Duradgormisan? Tikuvchimisan? Qayerda ishlayapsan? Qayerdan daromad olyapsan? Davlatga qayerdan soliq to'layapsan? Nima foydali mehnat bilan shug'ullanyapsan deb o'sha Bekchanova Elviraga ham va Alisherga ham, Quvandiq Safarovga ham shu savolni berib ko'rishimiz kerak. Lekin biz o'rganib qolyapmiz, oxirgi paytlarda 1-2 ta odamni noroziligi deb turib, xalq norozi bo'lyapti degan so'zni ishlatishga biz o'rganib qolganmiz. Lekin davlat qanchalik rivojlanib borayotganligini, tadbirkorlar o'zlarini biznes loyihalarini amalga oshirishi natijasida shahrimiz go'zal zamonaviy binolar qurilib, yo'llarimiz, hamma joylarimiz zamonaviy tusga aylanib borayotganligini biz ularga ayta olmayapmiz. Mana shu bizni huquq organlaridagi ishlovchi xodimlarga, rahbarlarga meni tavsiyam bo'ladi. Siz ularga shu gapni aytishingiz kerak. Bekchanova Elvira nimaga kelib aralashyapti? Nima uchun fuqaro Xolmuratov Alisher mendan tamagirchilik qilib magazin so'radi? Nima uchun endi uni magazin so'rash masalasi o'xshamay qolgandan keyin
odamlarni olib chiqib norozilik kayfiyatini uyg'otyapti. Siz shunda qarshilik aytasizmi bizning urushimizda? Qarshilik aytasizmi? Bu yerda 86 xonadan qarshi o'tibdi. Bir ro'zg'oyamiz. Farhatli yeri Shunda bo'lsa sen qarshi sotib bo'lgan olasan. fuqarolarning yetakchisi bu o'xshaydi. So'langlarda bino da'vat turibdi so'zlatishyapti. Fuqaro Xolmurod. Men общий xalqning Bo'ldi, siz da'vat turibsiz. Bu yerda Albatta, o'zine berilgan jazodan xulosa chiqarmoq ekan. harakat qilib turibsiz. Nimaga? Uni tovlamachiligimi, ta'magirchiligimi yoki boshqa harakatimi unga kim baho beradi? Nima uchun uni o'sha harakatlariga baho berilmayapti? Nima uchun u kelib turib o'zini hududidan tashqarida bo'lgan? Oramizda o'rtada yo'l o'tgan. Uni uyi yo'lni u tarafida joylashgan. Mani hududim yo'lni bu tarafida joylashgan bo'lsa, uni nima haqqi bor kelib turib mani yerimdan foydalanishga, mani yerimga o't ekishga, mani yerimga aynan qarshilik qilish uchun u yerlarga o'sha kichkina daraxt novdalarini ekib tashlashga uni nima haqqi bor? Uni harakatlari aslida o'z boshimchalik-ku. Nima uchun u kelib turib birovga tegishli bo'lgan yerdan foydalanyapti? Nima uchun endi bugungi kunda kelib tadbirkorni biznes loyihasiga qarshi chiqyapti? Ikkita odamni qarshiligi kelgusidagi 2000 ta odamni rizqini qirqishini u o'ylamayapti. Mana shu savollarni biz ularga berishimiz kerak va o'sha 24 kvadrat metr masalasi mana Google'dagi syomka bilan o'z tasdig'ini topib turganligini, agar u yerda o'sha mehmonxona binosi bo'lmaydigan bo'lsa, boshqa bino haqiqatdan bor ekanligini biz ularga tushuntirib qo'yishimiz kerak. Hududda avvaliga daraxt dedik, daraxtlar masalasi bo'yicha jarima qilindi, mayli. Biz kelgusida ikkita daraxtning o'rniga undan ko'pini ekamiz. Allohning izni bilan albatta inshaalloh. Agar u hududda siz bugungi kunda o'sha stolba elektr energiyasi bor deyotgan bo'lsangiz, biz uni ham shartnoma asosida xarajatini qilib, to'lovlarini qilib bartaraf qildik va bugungi kunda u yerdagi ortiqcha o'rnatilgan elektr energiya ustunlarini, ularni eski yo'nalishda o'rnatilganligi va uni biz bugungi kunda zamonaviy yo'nalishlar bilan, ya'ni yer ostidan o'tkazdik va uni kabellarini hammasini chiroyli qilib joyiga keltirdik. Biz u yerga ancha xarajat qildik. Hurmatli huquq organlari, Xorazm viloyati hokimi. Bu masalani xabaringiz bor, biz Xorazm viloyat hokimligida, hokimning ishtirokida aynan Xorazm viloyat prokurori o'rinbosari ham bor edi. Xorazm viloyat prokurorini keyingi uchrashuvda o'zi ham bor edi. Ichki ishlar bor edi. Biz hammamiz bu masalani o'tirib gaplashib olganmiz. Ya'ni men bu loyihani qilishimdan oldin qurilish bosh boshqarmasi rahbari bizni taklif qilayotgan loyihamizni Xorazm viloyat hokimiga ko'rsatgan. Viloyat hokimligi tomonidan ushbu joylashtirayotgan obyektimiz, supermarket va turar joy xonadonlarimiz ma'qullangan. Uni haqiqatdan ham shahar ko'rkiga ko'rk qo'shishi, kelajakda o'sha yerdan ko'pchilik fuqarolar foydalanishi inobatga olinib, loyihamizga ruxsat berilgan. Undan keyin biz loyiha rasmiylashtirish hujjatlari va davlat organlari tomonidan beriladigan hujjatlarni viloyat rahbarlarini ma'qullaganligidan keyin biz harakat qilganmiz. Endi nima uchun bugungi kunga kelib ichki ishlar bu ishlarga aralashyapti? Prokuratura bu ishga aralashyapti. Qurilish sohasida nazorat qiluvchi inspeksiya qurilishingizni to'xtatib turing deb bizga yozma ko'rsatma beryapti. Nima uchun? Oldingi dunyoqarashlarimiz boshqachami edi bizni? Nima uchun biz bir ikkita fuqaroni qabulga kelganligi sababli biz hujjatingni to'xtatib tur yoki prokuratura nima sababdan kadastrga xat chiqarib, kadastr hujjatimizni bekor qilishini komissiyada ko'rib chiqishini so'rayapti. Bunga sabab nima, hurmatlilar? Nima maqsad? Maqsad nima edi o'zi? Tadbirkor u yerga shunchalik pul tikkan bo'lsa, shunchalik investitsiya loyihasini amalga oshirishga harakat qilayotgan bo'lsa, nima uchun biz unga qaytanga yordam bermasdan, unga biz dakki beryapmiz? Nima uchun? Nima uchun biz uni hujjatlariga, uni infrastrukturasiga yordam ko'rsatish o'rniga biz unga to'xtatib tur, hujjatda mana shunaqa holati bor ekan degan so'zlarni aytyapmiz? Nima uchun biz insofli egallovchi, ya'ni bu tadbirkor u yerni notarial idora orqali avvalgi egasidan sotib olgan bo'lsa, barcha hujjatlarini qonunan rasmiylashtirgan bo'lsa, nima uchun biz unga qarshi bo'lishimiz kerak? Nima uchun biz uni davlatga bo'lgan ishonchini himoya qilmasligimiz kerak degan harakat bilan biz harakat qilmayapmiz?
Nima uchun? Aytinglar. Nima uchun? Yoki mani loyihamni kimdir o'zlashtirishni xohlayaptimi? Qaysidir odam uni o'zlashtirib, o'zi shu ishni qilishni xohlayaptimi? O'ylaymanki, mendan boshqa odam bo'lganda bu narsaga to'sqinlik bo'lmas edi. Sabablari ko'p. Agar bu sabablarni aytadigan bo'lsam, men sizga bir qancha holatlarni keltirib berishim mumkin. Sababi bilamiz, ko'pchilik qurilishlarimiz biron bir hujjatga ega bo'lmasdan, ularni yerga bo'lgan huquqi, boshqa hujjatlarga ega bo'lmaganligi, obodonlashtirish maqsadida, ya'ni Urganch shahridagi Shovot kanalining atrofidagi yerlar obodonlashtirish maqsadida ajratilib, bugungi kunda u yerda qurilishlar amalga oshirilganligini, minglagan, yuzlagan daraxtlar kesib tashlanganligini, Al-Xorazmiy City loyihamiz, Yangi O'zbekiston Urganch City loyihamizda ham u yerlar ham aynan ekin yerlari bo'lganligini biz bilamiz. Lekin bugungi kunda u yerda ko'p qavatli uylar qurilyapti. Xo'sh, Alisher, Quvondiq, Bekchanova, agar siz haqiqatdan ham o'sha ekologiya, boshqa narsani xohlaysiz ekan, nima uchun o'sha loyihalar qilingan paytda siz bormadingiz? Siz u yerda nima uchun bo'lmadingiz? Nima uchun ularga siz qarshiligingizni ko'rsatmadingiz u kelib turib aynan menga qarshiligingizni ko'rsatyapsiz? Ayting buni sababini. Sizni menga dushmanlik qilayotganligingizmi yoki boshqa holatmi? Agar Alisherga men shu oldi tomonidan magazin berganimda, demak, meni qurilishimga hech kim qarshilik qilmas edi. Daraxtlarni ham birgalikda u menga kesishga yordam berarmidi? Nima bo'lardi? Ayting. Nima uchun u avvaliga magazin so'radi va nima uchun endi kelib qarshilik qilyapti? Agar u yerda bir ikkita daraxt kesilgan bo'lsa, u yerdagi daraxtlar aynan qurilish liniyamizni o'sha qatlavan qazish qismida xalaqit berganligi uchun olib tashlangan. Chunki bitta narsani tushuntirib o'taman, qurilish osti maydonimiz bizni 715 kvadrat metrni tashkil qiladi. Qurilish osti maydoni 715 kvadrat metr o'sdan o'sga olinadigan bo'lsa, uni qatlavan qismi undan kattaroq bo'ladi, u yerni ostida ko'milib qoladi. Har bir qurilish o'simizni atrofida bizni 160-130 metrlik oraliqda, kenglikda padushka ishlari qilinadi. Padushkamizni balandligi 90 cm. Tasavvur qilyapsizmi? 90 cm. Bu shunaqangi zilzila bardoshiga chidab beruvchi zamonaviy uy bo'ladi. Sababi unda ishlatiladigan armaturalar, unda ishlatiladigan temir beton mahsulotlarining markasi yuqori bo'ladi va uni seysmik holati yaxshi bo'ladi. Chunki maqsadimiz, loyihamiz kelgusi 50 yil, 100 yilga o'zini o'zgartirmasdan zamonga xos ravishda bunyod bo'lishi va o'zini qaddini tik turishi uchun bunaqa loyihalar qilinadi. Shu sababli, hurmatli yurtdoshlar, mana men tushuntirishlarimni berdim. Alisher Xolmurotovni qilayotgan qarshiligi. Mana ko'pchilik odamlar meni yonimga kelyapti. Nima uchun ular qarshilik qilyapti? Bizga ham ayting, biz ham boraylik shu yerga. Agar ular to'planib, 3 ta 4 ta fuqaro to'planib sizga qarshilik qilayotgan bo'lsa, mana biz xalq xohlayapmiz, shu yerda shunaqangi go'zal narsa qilishingizni biz xohlayapmiz deyishyapti odamlar. Lekin men bu ishni qilmayapman. Men hammasini qonun yo'li bilan boryapman. Men maqsadim u yerda odamlarni to'plab janjal chiqarish emas. Men bundan yiroqman. Men vatanimni sevaman, yurtimni sevaman, xalqimni sevaman. Shuning uchun qo'limdan kelgancha yaxshi ish qilmoqchiman. Shuning uchun men bu loyihadan hali foyda ko'ramanmi, ko'rmaymanmi, bu faqatgina yaratgan Allohga ayon. Lekin maqsadim shu yerda yaxshi ish qilish. Investitsiya, shu yerga yaxshi investitsiya jalb qilish, atrofni obodonchiligini, atrofni go'zalligini, u yerga ishlatiladigan narsalarni yaxshisini, sifatlisini qilish meni niyatim. Lekin mana bu qarshi chiqayotgan odamlar, agar sizlar haqiqatdan ekologiyani xohlayotgan bo'lsangiz, agar sizlar u davlatda shunchalik daraxtlarini qayg'urayotgan bo'lsangiz, keling biz siz bilan birgalikda borib, ochiq Shovot kanallarining atroflarida ochiq yerlar bor, shu yerga men siz bilan birgalikda daraxt ekishim mumkin. Keling siz 10 ta daraxt eking, men 100 ta daraxt ekaman. Siz agar shu ishni qila olsangiz, keling siz ham tadbirkorga o'xshab biznes loyihalar uchun, kelajak rivojlanish uchun ozgina mablag' sarflab ko'ring. Lekin mana sizga o'sha savolim savol, siz nima ish qilyapsiz? Siz davlat uchun nima ish qilyapsiz? Siz fuqaro bo'lsangiz, davlat sizga hamma imkoniyat berib qo'yibdi. Ishlash imkoniyatini, yashash imkoniyatini berib qo'yibdi.
Siz hech qachon davlatni rivojlanishiga qarshi chiqmang. Ommani yig'ib, har xil harakatlar qilib, tadbirkorlar ustiga kelib, janjal ko'tarib, u ishlarni qilmang. Bekchanova Elvirani harakatlarida mayda bezorilik harakatlari bor deb hisoblayman, sababi u kelib bu yerda men bilan janjal ko'taryapti. Keyin uning harakatlarida menga nisbatan tuhmat tashlayotgan harakatlari bor. Buni ichki ishlar organlari bahosini beradi deb umid qilib qolaman. Xolmuratov Alisherni avvaliga mendan tamagirchilik qilganligi uchun meni guvohim, akam bor, otam bor, loyihachi bor, geodezist bor. Ular u bilan o'sha magazin masalasini gaplashganimizni hammasi eshitgan, biladi. O'ylaymanki, ertaga ular guvohligini beradi va huquq organlari bu holatni rasmiylashtiradi. Hurmatli fuqarolar, yurtdoshlar, bizni kuzatuvchilar, xalqimiz, hammangizga tashakkur bildiraman. Mana shu bayram arafasida ozgina mana shunaqangi kayfiyat buzilish bo'lyapti. Aslida men bunaqa chiqish qilmoqchi emas edim. Lekin takror mana bu Quvondiq Safarov degan yigit har xili umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan va umuman hujjatlarimizga mos bo'lmagan harakatlarini namoyon qilyapti. Oxirida mana xalqimizni ham haqorat qilganligi uchun xalqni kimligini ko'rsatib beraman, Xorazm xalqini, O'zbekiston xalqini kimligini ko'rsatib beraman deganligi uchun men chiqyapman, majbur bo'lyapman, aytyapman. Chunki bilasiz, men har doim xalq bilanman, xalqni muammosini yechishda yordam berib kelyapman, xalqni rivojlanishini xohlayman. Bizni farzandlarimiz bizdan keyin bizdan minnatdor bo'lishlarini xohlayman. Davlatimiz rivojlanishiga ko'z tegmasin, hammasi Allohning izni bilan bo'lyapti. Davlatimiz rahbari prezidentimizga Alloh subhanahu va taolo uzoq umr bersin. Davlatimiz rahbarining shijoati, ularni tashabbusi, ularni biz tadbirkorlar uchun, ularni biz fuqarolar uchun yaratib berayotgan sharoitlari bardavom bo'lsin. Ularga Alloh kuch-quvvat bersin. Biz ham prezidentimizga ko'makchi bo'lib, ularni berayotgan imkoniyatlaridan foydalanib, yaxshi loyihalarni qilaylik. Odamlarga yordam beraylik. Kelgusida ko'pchilik xalq manfaatdor bo'ladigan ishlarni qilaylik. Ko'pchiligingiz yaxshi fikrlar bildiryapsiz. Ko'pchiligingiz hatto meni yonimga kelib, sizni loyihangizga biz ham qo'shilamiz, biz ham boraylik, ayting bir kunini belgilang deyapsiz. Uning uchun ham sizga rahmat. Lekin biz hammasini qonun yo'li bilan hal qilamiz. Yurtimizda qonun ustuvor. Ayrim bir ikkita fuqarolarni bunaqangi harakati hech qachon qonundan ustun bo'la olmaydi. Men o'z harakatlarimni qonuniy hujjatlarimga ishongan holda, qonun tomonlama berilgan hujjatlarga harakat qilgan holda amalga oshirishga urinib kelyapman va barchasini qonunan amalga oshirib kelyapman. Agar bugun vaqtinchalik bizni qurilishimizni to'xtatib turishga kimlardir harakat qilayotgan, kimlardir urinayotgan bo'lsa, biz bu masalalarni davlatimiz rahbariga yetkazdik. Bundan davlatimiz rahbarining ham xabarlari bor va o'ylaymanki, tez kunlarda bu narsalar hammasi joy-joyiga tushadi. Quvondiq Safarov uka, meni senga maslahatim, seni ham farzandlaring bu jamiyatda katta bo'ladi. Shuning uchun xalqni qarg'ishini olma. Shuning uchun xalqni noroziligini olma. Seni yashashing ham, seni kuning ham shu xalq bilan. Unutmasligimiz kerak, ertaga bizni tobutimizni ko'taradigan ham shu xalq bo'ladi. Unutmasligimiz kerak, ertaga bizni xizmatimizga yaraydigan va bizni o'sha jamiyatdagi birgalikda yuradigan ham shu xalq bo'ladi. Shuning uchun bizni hech birimizning haqqimiz yo'q. Agar xalq orasida ayrimlar senga nisbatan kommentariya yozayotgan bo'lsa, ularni gaplari to'g'ri. Menda mana bir qancha kommentariyalar bor, bularni men screenshot qilib olib qo'yganman. Lekin sen ularni yozayotgan so'zlarini o'chirib, faqat senga olg'a degan o'zingning odamlaringni yozgan so'zlarini qoldiryapsan. Mard bo'ladigan bo'lsang, o'sha kommentariyalarni ham o'chirma va xalqdan yaxshi so'zini ham, yomon so'zini ham qabul qil. Bo'lgan o'z navbatida bizga ham yaxshi, yomon so'zlar yozilgan, lekin biz sabr qilganmiz. Sabr bilan mana hammasini ko'rib kelyapmiz. Shuning uchun yurtdoshlar, ko'p vaqtingizni olgan bo'lsam, uzr so'rayman. Hurmatli huquq organlari, biz tomonimizdan rasmiylashtirilgan hujjatlarga baho berishingizni. Xolmuratov Alisher, Quvondiq Safarov, Bekchanova Elvira va ularga qo'shilib yurgan ayrim fuqarolarni harakatlariga qonuniy baho berib, investitsiya
biznes loyihasini qilayotgan tadbirkorga nima sababdan to'sqinlik qilayotganliklarini o'rganib berishingizni so'rayman. Va ularni uylarini oldidagi ham noqonuniy qurilishlari, kimlardir bostirma qilyapti, kimlardir davlat yeridan foydalanyapti, o'sha holatlarini ham o'rganib berishingizni so'rab qolaman. Nima uchun ular aynan birovni yeridagi daraxtga kelib osilishyapti-yu, nima uchun ular uylarini oldiga daraxtni ekib, ularni uylarini oldi ko'kalamzorlashtirilmaganligiga ham baho berishlaringizni so'rab qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.